Salom, inqirozdagi sheriklarga xush kelibsiz. Men sizning terapiya hayvoningiz doktor Fazbiyman. Greg, biz bu haqida gaplashgan edik. Marlinga nima qilyapsan? Uni noqulay ahvolga solib qo'yapsan, to'g'rimi? Fransi, Clark sichqon bo'lishi mumkin, lekin avvalo u seni sheriging. Nima? Bizda yana yangi ikkita sherik bor. Shunday qilib disfunksiya chorrahasidagi safaringizni aytib bera olasizmi? Yaxshi. Biz rasmiy sherik bo'lganimizga 2 hafta bo'ldi. Biz juda yaxshi ishlayapmiz. Hatto shu kungacha shaharni ham qutqara oldik deya olamiz. Shuning uchun buni hammasi shunchaki katta tushunmovchilikdek tuyuladi. Qarang, u birinchi javob berdi, sherigiga gapirishga imkon ham bermadi. Noqulaylikni yashirish uchun oyoqlari tebranadi, bu odat. Ammo buning sababi bor. Noqulayligining sababi esa emotsional jihatdan beqaror sherigi hisoblanadi. Ammo hozir keling, yangi jamoadoshimizni kutib olaylik. Salom. Afsuski, Karen Jo'ning tabassumini tajovuzkor deb qabul qildi. Ularni orasini ajratish kerak. Karen, to'xta. Biror kim shlang olib kelsin. Bonnie Fox, bu hal qiluvchi topshiriq. Agar eplay olmasangiz, ajratib yuborishim mumkin. Hayvonlar shahriga ilon kelmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Hops va Wild. Wild va Hops orzudagi jamoa. Voy. Voy, kechir Pol. Yana shema. Voy! Ajoyib. Voydot! Qani qo'limdan ol. Qani bo'lmagan ol. Voy ilon! Voydot! Qonun nomidan to'xta. Men rostdan ham kechirasiz deb o'ylayman. Voy! Oy 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 oy. Qulog'imni tortishni bas qil. Hech quyonlarni qulog'idan ushlama. Oilamga yordam berishim kerak. Bombardimon! Bilasizmi, bu juda ham ajoyib fikr. Voy, bu deyarli maqtovga o'xshaydi-ku. Men hali quloqlaringni aytmadim. Oy! Voy!